Короче, hozir bitta videorolikka ko'zim tushib qoldi-da. Instagramdagi er-xotin munosabati, hayotiga ishonib buzilayotgan oilalarga atalgan ibratli video ekan. O'shitga, короче, xotin Instagramni titkilab o'tirganda men ovozimni qo'shgan. Qizlar, qaranglar, qo'limni qaltirashini degan golosim bor. U golos qayerda ishlatganman. Mani brilliantim yo'qolib, mo'ykada topilganda, mashinaning ichida turganda, men u ovozni men esimda qayerda shu gapni gapirganim. Chunki men har kuni istoriyada qo'lim qaltiryapti deb chiqmayman. Yana bitta narsa tegi oshgan, chechenka. Menga va shu video tegishli emas. Adasi rahmat deb men sizlarga qachon nimadir ko'rsatib chiqdim. Yo mashinani erim olib berdi dedimmi? Yo brilliant sovg'a qilyaptilar, yo har kuni gul olib kiryaptilar. Mana restoranga olib keldilar dedimmi? Men har doim to'g'risini aytganman. Hech qachon men erim qilmagan narsani erim deb yolg'on gap. Qizlar, yana bitta gap aytaman-da, bu meni fikrlashim. Men erim qildi deb, misol uchun erimni biznesmen, bitta joyda ishlaydilar deb boshdan sizlarga qulog'ingizga lag'monni insam bo'ladi. Erim oddiy ishda ishlaydilar. Topsalar oyiga 500 ishlari zo'r bo'lsa $1000 topar edilar. Endi hozir prorablik qilyaptilar. Hozir nima desam bo'ladi? Uylarni remontini patkuluvchi olib qilyaptilar. Bu narsani hali men Instagramga olib chiqmadim. Adasi keling reklama qilib bering. Adasi keling anta ustalardan qiynalib qochib ketayotganlar nechta, uyini dabdala qilib ketayotganlar nechta. Yaxshi ustalar, yaxshi prorablar qimmat desam, to'xtab tur onasi, men oldin obyektlarimni, proyektlarimni bitirib olay. O'sha narsani keyin ana olib, keyin xohlasang reklama qilgan deb shunaqa dedilar. Endi как hozir nima desam bo'ladi? Yana ham o'pitlarni oshiryaptilar-da. Kerak bo'lsa kelayotgan ustalarga ish o'rgatyaptilar. Mamnun qilasan deb. Allohning yozgan taqdiriga, Allohning berayotgan rizqiga roziman, minnamga roziman. Bu narsaga xo'jayinim ham rozilar. Endi nima nolimaydi-ku o'tirib olib, "Ey Xudo, menga ber, xotinimdan olib qo'y" demaydi-ku hech kim o'tirib olib, to'g'rimi? Meni rizqimni, farzandlarimni rizqini Alloh chiris erim emas, men orqali berayotgan bo'lsa, men bu narsaga men roziman. Men olib turib anti kayf qilib, men pul topyapman deb o'zimdan ketib, erimni bir tinga olmay yurgan joyim yo'q. O'shaning uchun hech kim norozi emas, hamma davolniy, oilam, bolam, chaqam deb yuribman. Agar misol uchun deylik, men ersiz ayol bo'lganimda, ajrashganimda yoki-da boshimda erim bo'lmaganda, hozir bolalarim bo'lmaganda, sizlar meni kuzatarmi deylar? Yo'q, charchir deylar kuzatib, zerikar deylar. Qachon erga tegasan, buni er oladimi derdinglar yoki-da ajrashganda bu iplos ajrashgan derdinglar. Demak, erim borki, shu urvinda, shu reklamani olib, shunaqa statusda men yuribman. Topishimga erim ham sababchi qisman. To'g'ri, blogerlikni boshlab, yangi kelaligimda minnat qilardim. Men qildim, meni pulim, lekin ozgina inson dinni chuqurroq o'rgangandan keyin, oq qorani ajratishni bilgandan keyin, anta o'rtoqlarim erini ko'rardim-da, ana erini qarang, sizni qarang deb solishtiraverardim. Ularni asl hayotini bilganimdan keyin, o'zi eri aslida ularni qayerdan pul olishini bilganimdan keyin, men o'zimni bosib, uspokoyitsa qildim. Demak, meni erim ancha yaxshi ekan, ancha aqlli ekan deb. Meni ham erim bitta kartamni olib, anta o'zimni pulimga o'zimga gul olib kirganini boshimga uramanmi? Undan ko'ra bir oyda bitta bersin, ikkita bersin, o'zini peshini teriga olib kirib bersin. O'zimga o'zim gul sovg'a qilgandek bo'lib, o'zini aldashdi u chumaslam. Shuning uchun men hamma narsaga roziman. Tak что u ibratli video menga voshim aloqasi yo'q. U ko'tka o'lagandan ko'ra ko'tni ko'tarib ishlaydi.